Hozir 87 ming davlat xizmatchilaridan 16,5 ming nafari 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil qiladi. Shundan 902 ming nafar rahbarlik lavozimida ishlayapti. Salohiyatli yoshlarimiz juda ko'p. Vazir va hokimlar yoshlarga ishonch bildirib, mas'uliyatli lavozimga qo'yishdan qo'rqmasimiz kerak. Shu maqsadda yosh liderlarni aniqlash bo'yicha 5 ta yo'nalishdagi top 100 ta dasturni amalga oshirishimiz zarur. Dastur doirasida birinchi yangi iqtisodiyot, ikkinchi IT va sun'iy intellekt, uchinchi ta'lim, to'rtinchi tibbiyot va beshinchi qishloq xo'jaligi bo'yicha yurtimizdagi yoshlar va chet eldagi vatandoshlarimiz uchun ochiq tanlov e'lon qilinadi. Har 2 yilda bir marta o'tadigan bu tanlovning 100 nafar g'olibi 50 million so'mdan mukofotlanadi va rahbarlik lavozimiga tayinlanadi. Yaqinda Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilotining FAO tanlovida g'olib bo'lgan 50 nafar iqtidorli yoshlarimiz ushbu tashkilotning dunyodagi ofislariga stajirovkaga yuboriladi. Ular stajirovka dasturini muvaffaqiyatli tamomlagandan keyin mazkur xalqaro tashkilotga ishga joylashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Har bir vazirlik va tarmoq o'z yo'nalishdagi top 100 ta iqtidorli yoshlar dasturini boshlaydi. Misol uchun, Qo'chqorov 100 nafar moliyachi va iqtisodchini tayinlaydi. Hamrayev 100 nafar yosh suv innovatorini tayinlaydi. Mirza Mahmudov 100 nafar yosh energetikni tayinlaydi. Hidoyatov Qudbiyev 100 nafar yosh quruvchi, arxitektor, urbanistni saralab o'z yo'nalishdagi xalqaro tashkilotlarga stajirovka yuboriladi. Bosh vazirimiz Aripov va administratsiya rahbari Mirziyoyev va vazirliklarga yiliga 2000 yoshlarni xalqaro tashkilotlarga stajirovka yuborish bo'yicha reja tasdiqlab ijrosini alohida nazoratga oladi. Biz yoshlar balansida 14 dan 30 yoshgacha bo'lgan 9 million 300 ming yoshlar bazasini shakllantirdik. Endi ularning yutuqlarini yaxlit portfolio shaklda yuritayotgan yangi elektron tizimga o'tamiz. Bunda O'zbekiston Yoshlar Ligasi platformasi ishga tushiriladi. Yoshlarimiz o'z natijasini platformaga kiritadi. Bu ma'lumotlar vazirliklar tomonidan o'rganiladi va yoshlarga ball beriladi. Yuqori ball to'plagan o'g'il-qizlarimizga ta'limda grant beramiz. Kontraktda chegirma beramiz. Kasb voucheri beriladi. Xorijda o'qish puli qoplanadi. Tadbirkorlik bilaman deganlarga imtiyozli kredit olish, akselerator dasturiga qatnashish imkoniyati yaratiladi. Ish joyida xorijiy stajirovka tashkil etiladi. Uy-joy olishda imtiyozli ipoteka ajratiladi. Yil yakunida eng yuqori natijaga erishgan yoshlar tantanali taqdirlanadi. Umuman, O'zbekiston Yoshlar Ligasi barcha maktab va texnikum o'quvchilari, o'zimizda va xorijiy oliygohlarda o'qiyotgan va ilm-fan bilan shug'ullanayotgan o'g'il-qizlarimiz, davlat va xususiy sektorda ishlayotgan yoshlarimiz, chet eldagi vatandoshlarimizning farzandlarini yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida birlashtiradigan umummilliy harakatga aylantiramiz.